Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Azizlar, 2026-yil iyul-avgust oylariga umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisiga keldik. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qanday boriladi, qayerdan boriladi, narxlari qanaqa bo'lyapti va gastnitsalarning shart-sharoitlari qanaqaligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 3 kun Madina-i Munavvarada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Madinada oraliq masofasi 250-300 metr, Makkada esa oraliq masofa 800-900 metrda tashkil etadi azizlar. Hop, Makkada bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobusda ham borsangiz bemalol bo'ladi. Azizlar, hozirda gastnitsalarimizning taomlari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Albatta o'zbek oshpazlari tomonidan pishiriladi azizlar. Xo'p, azizlar, Madinada safarlarimiz qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Madinada safarlarimiz Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda bonusiga Qizil dengizga sayohat ham bo'ladi azizlar. Hozirgi kunda reyslarimiz azizlar 21-iyulga hamda 28-iyulga Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz tayyor turibdi azizlar. 22-29-iyulga bo'lsa Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz tayyor turibdi. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri, hech qanday to'xtashlarsiz azizlar, bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Albatta biz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob beramiz hamda o'zingizni joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Bizga qanday bog'lanamiz desangiz, bizda ekranimizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam uzoqroqda bo'lsangiz WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqing. Biz albatta aloqaga chiqamiz. To'lovlari qanday bo'ladi desangiz, xolasangiz Centrum Holidays rasmiy ofisiga keling. Xolasangiz Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz Centrum Holidays shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan ofisdan bemalol shotni to'ldirishingiz mumkin azizlar. Albatta chekini ham tashlaysiz bizga azizlar. Agarda uzoqroqda bo'lsangiz, yaqinda bo'lsangiz, Marg'ilonda O'ramda joylashgan ofisimiz, bemalol kelib Marg'ilonda O'ramda joylashgan, bemalol kelib ofisimizga rasmiy kassalarga to'lov qilishingiz mumkin. Albatta Zagram pasportingizni olishingizni so'raymiz. Agarda siz uzoqroqda yashasangiz, otangizga sirli ravishda surpriz yoki onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol WhatsApp va Telegram orqali aloqaga chiqing. Biz sertifikatlar, umra sertifikatlaridan qilib olib borib yetkazib, albatta o firmamiz nomidan bitta guldastani olib, chiroyli qilib olib borib sizlarning nomingizdan biz tabriklab kelamiz azizlar. Faqatgina vodiycha azizlar. Azizlar, siz Centrum Holidays tomonidan boradigan bo'lsangiz, sizga kamzilcha, sumka hamda mana bunday yostiqchalar beriladi, bejik beriladi azizlar. Bularning hammasi Farg'onadan jo'namoqchi bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi. Agarda Toshkent aeroportidan jo'namoqchi bo'lsangiz, Toshkent aeroportida mana bunday sovg'alarni beriladi azizlar. Kimda kim bizdan tashqari savollar uyg'onadigan bo'lsa yoki murojaatlar bo'lsa, bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz albatta savollaringizga javob beramiz. O'z joyingizni o'zingiz bron qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.